vaqt yo'qotib qo'yamiz. Eshitilyaptimi? Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Tak, paroksizmal paroksizmal turida taktikasida to'xtab qolgandik. Davom etamiz. Paroksizimal formali bemorlarimiz qabulimizga kelganda qanaqa taktika qilamiz? Dastlab o'sha care taktikasi, gemodinamikani baholab bo'lganimizdan keyin care taktikasidagi CNA dan o'tib olamiz. Undan keyin birinchi o'sha dastlabki bemorning shikoyatlarini kamaytiruvchi chastota kontrol, bu bo'lishi mumkin lегкий kontrol yoki жесткий kontrol. Buni yaxshi biladi ko'pchilik vrachlarimiz. 110 o'rtacha yurak siqilishi sonini 110 dan pastroq, 110 gacha ushlashimiz bu lегкий kontrol. Agar undan ham pastroq ushlashimiz, ya'ni 90 dan past ushlashimiz bu жесткий kontrolga kiradi. Bu hammasi bemor shikoyatlarining kamayishiga qaratilgan bo'lishi kerak bo'ladi va to есть qanaqa dori bilan buni qilishimiz bir xil ilk marta aniqlangan bilan va bu yerda o'sha shared decision making, ya'ni birgalikda qabul qilinadigan qarorga qarab biz qanaqa ritm kontrol qilishimiz belgilanadi. O'sha qanaqa ritm kontrol qilishimiz mumkin, ritm kontrol uchun qanaqa preparat tanlashimiz kerak bo'ladi, buni biz bilib tanlab olamiz. Qanaqa? Bu ham rekomendatsiyada yozilgan. Agar bemorda o'sha yurak chap qorincha qisqaruvchanlik funksiyasi, to есть fraksiya vibrasi 40% dan kamaygan bo'lsa, bu dastlab biz amiadaron faqatgina nazorat qilishimiz mumkin. Agar 41-49 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni biroz kamaygan fraksiya vibrasiyali yurak yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, bunda amiadaron, drondaron yoki satalol qo'shishimiz mumkin. Bizda O'zbekistonda ham bor satogeksal, satalol. Yoki hech qanaqa yurak tarafdan muammolar yo'q, hech qanaqa mitral umuman klapanli muammolar yo'q, koronar arteriyada hech qanaqa muammolar yo'q bo'ladigan bo'lsa, biz albatta xohlagan preparatlarimiz, ritm kontrol uchun foydalanadigan preparatlarimizdan foydalanishimiz mumkin. Dronedaron, flikoinid, propafenon kabi preparatlarimiz bizga yordam kela oladi va shu joyda paroksizmal formada kateterli ablatsiya masalasi o'ylab ko'rilishi kerak. Kateterli ablatsiya tavsiya berilgan, birinchi klass rekomendatsiyalariga chiqqan allaqachon kateterli ablatsiyalar. Hozirgi kunda ablatsiyalar ham bir joyda to'xtab turgani yo'q, ular rivojlanib ketgan. Bu radiostotali ablatsiya, cryo ablatsiya, pulse field ablation, ya'ni elektroporatsiya usullari, bularni kombinatsiyada ishlatiladigan ablatsiyalar kabi usullar ko'plab chiqqan va bemorda shunday ritm kontrolda asosiy maqsadimiz shikoyatlarning kamayishi va bemorni hayot sifatini yaxshilash bo'ladi. Agar kateterli ablatsiya foyda bermasa, unda nima qilamiz? Bu 24-yilgi rekomendatsiyalarda bu ham keltirilgan. Bunda biz qayta qilish, kateterli ablatsiyani qayta qilishimiz mumkin. Unda ham foyda bo'lmasa, xirurgik aralashuvli, ya'ni ochiq usuldagi yoki gibrid, ya'ni torkoskop bilan qilinadigan izolyatsiyalar va turli xil meyz operatsiyalaridan foydalanishimiz mumkin. Yoki antiaritmik preparatlar, ular ham foyda bermasa, unda antiaritmik preparatlarimizni berishda davom etamiz. Tushunishlaringiz uchun mana shu etapga kelib, ya'ni ablatsiya yordam bermadi va preparatlarimizda ham foydasi bo'lmayapti. Bunaqa vaqtga kelib o'sha bemorlar persistirlovchi shakliga o'tib bo'ladi. Ya'ni bemorda yurak ritmini buzilishi 7 kun va undan ortiqroq vaqt davomida davom etishi boshlangan bo'ladi. Bunda o'sha persistirlovchi formani algoritmidan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Dastlabki tepa qismi, ya'ni o'sha dastlabki qismi paroksizmal forma bilan deyarli bir xil, deyarli emas, bir xil, absolyutni bir xil. Va pastga kelganda, ya'ni o'sha umumiy birgalikdagi rishanga ko'rilganda, bunda bizga yordam beradi persistir shu formada kardioversiya, ya'ni bemorlar ritmini tiklashni qanaqa strategiya bilan qilishimiz, bu ham в принципе bir xil paroksizimalniy forma bilan gemodinamika stabil yoki nestabilligiga qarab yana ozgina farq qilishi mumkin. В принципе qolgani bir xil davom etadi. Antiaritmik terapiya, kateterli ablatsiya va boshqalar.
agarda bu yo'nalishimizda ham, ya'ni to есть persirlovchi formada ham yordam bera olmayapmiz hech qanaqasiga, unda nima qilamiz? Bemor doimiy formaga o'tiladi. Ya'ni bemorni kardioversiya qildik, farmakologik yoki elektrik kardioversiya qilyapmiz, bemorda yana qayta sriv boshlanyapti yoki kardioversiyada ham tiklanmayapti, antiaritmik preparatlarni har xili, даже kombinatsiya holida ham maksimal dozalargacha olib chiqilgan, lekin baribir foyda bermayapti. Unda nima yordam beradi? Nima qilishimiz kerak unda? Doimiy formaga o'tkazdik, ya'ni bemor bilan kelishdik. Bo'ldi, tiklagan foyda bo'lmayapti. Faqat sizga azob beryapmiz, qiynayapmiz, tiklab bo'lmayapti, tiklanmayapti yoki tiklangan bilan juda ham tez qayta aritmiya boshlanib ketyapti. Endi nima qilishimiz kerak? Endi bu yerda bizda постоянный forma shaklida kelgandan keyin biz chastota kontrolga o'tamiz, to'g'rimi? Chastota kontrol qanaqa bo'lishini gaplashib o'tdik. Lёгкий yoki жесткий kontrol. Bunda O'zbekiston kardiologlariga iltimosim, amiadaron ishlatilmaydi. Chastota kontrolda beta blokatorlar, digoksin, ya'ni yurak glikozidlari agar qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, diltiazem yoki verapamil qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa ishlatiladi. Kardaron eng oxirgi liniya preparati qo'shimcha sifatida ishlatilishi mumkin deb yozilgan. U ham 2-3 klassik rekomendatsiya. Va bizda hozirgi kunda bu rekomendatsiyada yangilik kiritilgani, bu oldindan bor usulga yangilik kiritilgan. Ya'ni chastota kontrolda ushlolmayapmiz bemorni. Baribir bemorda qanaqa kontrol qilsak ham, qanaqa ko'p dori bersak ham bemorda yana qayta shikoyatlar paydo bo'lyapti. Bemor sezyapti aritmiyani. Bu uni hayot sifatiga ta'sir qilyapti. Unda biz AV tugunni kuydirish, ya'ni AV blok bo'ladi polni, AV tugun kuydiriladi va bemorga CRT, kardioresinxronizирующая terapiya apparati implantatsiya qilinishi rekomendatsiyaga kiritilgan. Oldin bu qismida kardiostimulyator implantatsiyasi edi. Bizda hali ham kardiostimulyator implantatsiyasi qo'llaniladi. Lekin 24-yilda kardiostimulyator emas, CRT implantatsiya qilingan. Sababi stimulyator qo'yilgandan keyingi davrda bemorlarda yurak yetishmovchiligini kuchayishi aniqlanyapti, ko'p aniqlangan. Shuning uchun ham CRT tavsiyalarga kiritildi. O'ylashim bo'yicha keyingi rekomendatsiyalarda CRT ni o'rnini egallashi mumkin bo'lgan yana bir device bor. Bu o'sha fiziologik stimulyatsiyaga ta'minlab beradi, fiziologik stimulyatsiyamizga ta'minlab beradigan bu o'sha LBB pacing, ya'ni chap oyoq gistutam chap oyoqchasini selektiv stimulyatsiyasi hisoblanadi. Bu CRT dan ko'ra arzonroq va qulayroq, xavfsizroq va foydaliroq usul hisoblanadi. Balkim izlanishlar ketyapti. Balkim shunga ham yetib boramiz. Xo'p, men o'tmayapti. O'tmay qolibdi-ku, men gapirayotganman. Xo'p, permanent ko'rib chiqdik doimiy shaklini. Bo'ldi. Endi bizdagi yangiliklardan asosiylardan biri bu o'sha boya aytib o'tganimizdek Chazvask shkalasini o'zgargani. Chazvask shkalasi qanaqa o'zgardi? Chazvask shkalasi bizda bilsanglar, mabodo bilmaydiganlar biz Chazvask bu tromb paydo bo'lishini baholab beradigan shkala edi, to'g'rimi? Tromboemboliya xavfini bemorda, bo'lmasa fibrillyatsiyasi bor bemorlarda tromboemboliya xavfini baholaydigan shkala edi. Bunda C bu o'sha surunkali yurak yetishmovchiligi, H bu gipertenziya, A bu yosh H, ya'ni D bu diabet, S bu o'sha oldin TIA yoki insult o'tkazgan nimasi o'tkazgan tarixi, V bu qon tomir kasalliklari, vascular disease va A yana bir yosh belgilangan edi. S esa oxirgi S bu bizda jins edi. Hozirgi yangi rekomendatsiyada jins chiqarib tashlandi. Ya'ni bemorni jinsi. Oldin jinsda agar ayol kishi bo'lsa +1 ball ko'proq bor edi. Hozir jins chiqarib tashlandi. Har qanaqa jins vakillariga bir xil shkala qo'llaniladigan bo'ldi. Prinsipi logik ish qilishdi. Sababi oldin Chazvask bo'lganda Chazvaskni baholaganimizdan keyin uni javobiga qarab turib biz antikoagulant berish yoki bermasligimizni ko'rayotganimizda ayol kishi bo'lsa +1 bitta ko'proq bo'lgandagina balli berardik antikoagulant. Erkak unda nima ma'nosi qoladi? U o'zi
qo'yilgan sni shu uchun chiqarib tashladi deb o'ylayman va o'zgartirildi. Nima o'zgardi? Chazva shkalasi bo'yicha. Chazva shkalasi bo'yicha endi 2 ball olganlarda ham antikoagulyant terapiya boshlanishi kerak. Bu уже klass rekomendatsiya 1, уровень доказанности S. Chazva shkalasi bo'yicha 1 ball olganlarga ham antikoagulyant terapiyani maslahat berishyapti уже. Da 1 emas, hozircha 2A. Lekin bu hozircha 2A 1ga o'tish juda oson deb o'ylayman. O'ylab ko'rish kerak, agar 1 ball bo'lsa ham berish o'sha oral antikoagulyantlarni boshlashni. Va keyingisi bu har qanaqa Chadvius shkalasidan necha olishdan qat'iy nazar bemorda gipertrofik kardiomiyopatiya bo'lsa yoki kardioamiloidoz bo'ladigan bo'lsa yoki shunaqa mana shu imенно gipertrofik kardiomiyopatiya GKMP yoki amiloidoz bor bemorlarda Chadvius necha chiqsa ham bo'lmacha fibrillatsiyasi bormi, antikoagulyant terapiya boshlash belgilangan. Bu yangiliklardan va yana bir yangiliklardan varfarin kaliy antagonistlaridan bilan davolayotganimizda 75 yoshdan oshgan bemorlarga direct, ya'ni nima bo'ladi o'zbekchasiga? Primoy oral antikoagulyantlar bo'lsa, rivaroxaban, apixaban, dabigatran. O'shalardan ko'ra 75 yosh va undan oshgan bemorlarga varfarin tavsiya etish ko'proq tavsiya etilmoqda. Hozircha 2B, lekin ajab emas, oshib qolishi. Va oldingi rekomendatsiyada ham bemorda ishemiyani, ya'ni o'sha tromboembolik asoratlarni oldini olish uchun antikoagulyantga antiagregant qo'shib berilishi oldingi rekomendatsiyalarda ham taqiqlangandi. Hozirgi rekomendatsiyalarda buni klass oshgan, ya'ni уровень доказанности B ga ko'tarilgan. 3 klass bermaylar, foydasi yo'q. Ya'ni bemorda fibrillatsiya pretenziyasi bo'lganda bemorni antikoagulyant berish kerak, bemorga antiagregant emas va antikoagulyantga qo'shimcha sifatida ham antiagregant berganni foydasi yo'q. Tromboemboliya xavfini umuman kamaytirmaydi. Qaytaga qon ketish xavfini oshirib yuborishi aniqlangan, isbotlangan, baga ko'tarilgan. Xo'p, давайте davom etamiz chuqurroq kirishda. Varfarin, to есть bemor, biz ko'rdik, Chadvius hisobladik, bemorga antikoagulyant tavsiya etishimiz kerak. Qaysini tanlaymiz? Qachon varfarin berishimiz kerak? Qachonki bo'lmachalar fibrillatsiyasi bor bemorda, mitral stenoz o'rta yoki og'ir darajasi bo'lsa, shu tufayli bo'lmachalar fibrillatsiyasi kelib chiqqan bo'lsa yoki birga uchrasa, bemorda 75 yosh, bemor 75 yosh yoki undan katta bo'lsa, mitral stenoz yoki mitral klapanni mexanik klapan qo'yilgan bo'lsa, albatta. Va bemorda уже tromb borligi aniqlangan bo'lsa, uni eritish uchun albatta varfarindan haligacha rekomendatsiyada varfarin uni eritish uchun qo'llaniladi. Va bu vaqtda MNO albatta, ya'ni o'sha MNO tekshirib turiladi varfarinni. Mabodo kimdir bilmaydigan bo'lsa, varfarin berilganda bemorda MNOsi nazorat qilinadi. Agar MNO o'zi normada 1-1.2 gacha bo'ladigan bo'lsa, bu bemorlarda MNO 2 dan baland bo'lishi kerak. Rekomendatsiyada 2-3 oralig'ida deb yozilgan. Желательно 2-2,5 bo'lgani ma'qulroq. Bilasan, O'zbekistonda varfarin bir necha yuz yildan beri ishlatiladi va qanaqa holatlarda varfarin beriladi? Varfarin albatta o'sha mitral stenoz, mitral mexanik klapan 75 yosh trobni eritish uchun beriladi va eng asosiysi bu bemorni puli yetadimi degan savol. Hozir yaqin kunlargacha shu savol qiynaydi. Ya'ni bemor primoy antikoagulyantlarni sotib olib iste'mol qilishiga pul yetadimi? Afsuski shu savol bizda hali ham bor. Va hali ham pul yetmaydigan bemorlar bor, ko'p, va ularga hali ham varfarin nazarda qilinyapti. Varfarin tavsiya qilinyapti. Lekin bu bemorlarimizni MNOsini nazorat qilish shart va zarur, regular ravishda. Bo'lmasa foydasi yo'q varfarin berganimizda. Mabodo kimlardir bilmaydigan bo'lsa, ko'pchilik biladi deb o'ylayman. Xo'p, endi direct, ya'ni primoy antikoagulyantlar va ularni dozalari haqida asosiy narsalarni aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, qanaqa tanlaymiz? Bor bizda turi apixaban, rivaroxaban, dabigatran, endoxaban, lekin O'zbekistonda faqat ikkitasi bor. Apixaban
va Rivaroxaban. Ikkalasi ham registratsiyadan o'tgan. Уже ikkalasi ham bir necha firmalarni, bir necha nomlari bilan registratsiyadan o'tib bo'lgan. Bizda har doim уже butun O'zbekiston bo'yicha bu ikkala preparatni topish muammo emas. Xo'p, Apixaban dozasi обычный holatda 5 milligramdan 2 mahal. Da Apixaban 2 mahal ichilishi shart. Apixaban bir mahal yetmaydi. Sababi Apixabanning ta'siri 12 soat. Qolgan 12 soatda bemor strixovkasi qolib ketadi. Ya'ni kunni bir yarmi tromboemboliya xavfini strixovkasi bor, ikkinchi yarmi strixovkasi yo'q. Tromboemboliya bo'lish xavfi oshib boraveradi. Qachon dozani kamaytirishimiz mumkin? Apixabanda agar bemor 80 yosh va undan katta bo'ladigan bo'lsa, yoki bemor vazni 60 kilogramm va undan kichkina bo'ladigan bo'lsa va bemorni kreatinini qondagi 133 millimol litr yoki undan baland bo'ladigan bo'lsa, bemorda apixaban dozasini kamaytirishimiz mumkin. Qanaqa kamaytiriladi? 2,5 milligram, lekin обязательно 2 mahal. Xo'p, eng qiynaydigan narsa Rivaroxaban dozasi. Afsuski Rivaroxaban 10 milligramli dozirovkalarda ham chiqariladigan bo'lganda, u kardiologlar uchun emas. U travmatolog va boshqa professiyadagi vrachlar uchun chiqarilgan doza. Lekin juda oxirgi vaqtda juda ko'p ko'ryapmiz 10 milligramlik Rivaroxaban nazorat qilinayotganini. 10 milligram Rivaroxaban bergandan bermagan ma'qul, chunki uni umuman ta'siri yo'q bo'lmachalar fibrillatsiyasini strixovkasi uchun. Shuning uchun 20 milligramdan bir mahal nazorat qilinadi. Da, Rivaroxaban bir mahal ichiladi, plus tomoni bir mahal. Vot, kamaytirish kriteriyasi bittagina qolgan. Oldin yosh bor edi, hozir yosh olib tashlgan. Necha yosh bo'lsa ham farqi yo'q. Muhimi creatinine clearance, ya'ni SKF 15-49 oralig'ida bo'lsa bo'ldi. Agar 15 yoki undan pasaygan bo'lsa, unda unda o'sha doza kamayishiga to'g'ri keladi. Va bunda 15 milligram bir mahal. Yani 20 emas, 15, 10 emas. Bo'pti, shunaqa qildik, strixovkani qildik, kamaytirdik, dozani hammasini qildik, lekin baribir qon ketdi. Nima qilamiz? Qon ketdi, aktiv qon ketdi. Va rekomendatsiyalarda oldin alohida ajratilgandi, tam katta qon ketganda, kichkina qon ketganda alohida algoritmlar bo'lardi. Hozirgi kunda hammasi bitta algoritmga ham jamlangan. Qanaqa? Bemorda aktiv qon ketish boshlandi. Qanaqa? Katta, kichik farqi yo'q. Agar u joyini kompress qilish, ya'ni bosib turishni yoki nimadir bilan mexanik to'xtatib turishni iloji bo'lsa, qilish kerak. Gemodinamika statusi baholanishi shart. Ya'ni bemorda qon bosimi tushib ketmayaptimi? Koagulyatsiya parametrlarini o'sha koagulogrammasida juda katta o'zgarishlar bo'lib ketib qolmaganmi? Buyraklarini ahvoli yaxshimi? Umumiy qon tahlilidagi o'sha gemoglobini, qon shakllari, qon shakli elementlari joyidami? Baholanishi kerak va undan keyin antikoagulyantlar to'xtatilishi kerak. Har qanaqa qon ketganda to bemorda nimadan qon ketgani, ahvoli qanaqaligi baholangancha har qanaqa antikoagulyant to'xtatilishi yozilgan va dalshi taktika o'zgaradi. Qanaqa? Varfarin ichayotgan bemor bo'lsa, qanaqa qon ketdi? To есть kichik qon ketishmi bu? Shu burundan yoki mayda kapillardan qon ketdimi? Yoki katta qon ketish lekin hayotga xavf solmaydiganmi? Yoki hayotga xavf soladigan katta qon ketish bo'ldimi? Shunga qarab taktika belgilangan. Hammasida baribir antikoagulyant to'xtatiladi. Aytib o'tganimizdek, birinchi klass rekomendatsiya. Mishkam ko'rinyaptimi? Kursori. Bu yoqda. Voy. Nima chiqdi? Tak. Yo'q. Tushunmadim. Hı? Da. Da, Ukrainani bayrog'iga o'xshayapti, lekin nimaga bunaqa chiqdi? Ha.
Tushunmadim nega. Nega? Так, раз, to'xta. Yo'q, men tushunmadim. Так, da, qaytib kiramanda, prezentatsiyam. Tak, qaysi kelgan qon ketganda. Menimcha to'g'riladim. Ko'ryaptimi? Da, vroде ko'ryapti. Ming bor uzr. Men tushunmayman, nimaga unaqa texnik nosozlik bo'ldi. Kiber ataka deb o'ylaymiz shekilli. Xo'p, qon ketganda, varfarinda birinchi dastlab har qanaqa qon ketish bo'lganda to'xtatamiz. Antikoagulantlar qabulini обязательно to'xtaydi. Undan keyin agar kichik qon ketish bo'lgan bo'lsa, unda shunchaki varfarin dozasi pasaytiriladi. Ya'ni MNO 2 dan pasaytiriladi. 2 dan sal tushgancha pasaytirishi belgilangan. Agar kattaroq qon ketish bo'ladigan bo'lsa, bunda o'sha suyuqlik quyish, kerak bo'lsa qon quyish yoki uni antidotlari, vitamin K quyishlari kiritilgan va agar hayotga xavf soladigan qon ketish bo'ladigan bo'lsa, unda yangi narsa kiritilgan PCC, ya'ni protrombin kompleks konsentratlarini quyish yangi rekomendatsiyalarga kiritilgan 2A bo'lib oldin yo'q edi bunaqasi. Lekin yozib qo'yibdi, hamma joyda ham hozircha bunaqa konsentratlar mavjud emas. Bu hattoki Yevropani o'zida hamma joyda emas. Demak, biz nima qilamiz? Vitamin K qo'yamiz, qon qo'yamiz va kutamiz. Agar primoy antikoagulant ichayotgan bemorda aktiv qon ketish boshlansa nima qilamiz? Xuddi o'sha gap, обязательно ham antikoagulant to'xtaydi, to biz diagnoz qo'yib, ahvolni baholaganimizcha. Undan keyin baholaymiz. Kichik qon ketishmi, hech qanaqa xavf soladigan emas. Unda primoy antikoagulantlarni 1 yoki 2 ta dozasi o'tkazib yuboriladi va yana qayta boshlab ko'riladi. Qayta qon ketish bo'lmayaptimi? Agar katta qon ketish, hayotga xavf soladigan qon ketish bo'lsa, xuddi o'sha suyuqlik quyish, qon quyish va maxsus antidotlari kiritilgan. Bu yangi rekomendatsiyada maxsus antidotlarini bemorlarga quyish tavsiya etilgan. Yana aytilgan, bu antidotlar hamma joyda ham mavjud emas hozircha deb. Значит, demak, tushunishimiz bo'yicha Yevropaning hamma joyda ham mavjud bo'lmagan antidotlar bizga kelishiga hali ancha bor. Xo'p, допустим, mana shu hammasini qildik, to'xtatdik, dozani kamaytirdik, lekin baribir bemorda qayta antikoagulant terapiya boshlay olmaymiz. Qon ketyapti. Boshlasak yana qon ketyapti. Endi nima qilamiz? Ya'ni agar bemorda uzoq vaqt antikoagulant terapiya qilishga qarshi ko'rsatma bo'lyapti. Shunaqa bo'lsa, nima qilamiz bunda? Albatta, bizda chap bo'lmacha quloqchasini okklyuziyasi bizni har doim arsenalimizda bor bo'lgan yo'nalishlardan biri. Ya'ni chap quloqchani okklyuziya yopib tashlashimiz mumkin. Qanaqa usullar bilan? Bu o'sha oldindan mavjud bo'lgan xirurgik usul, chap bo'lmacha quloqchasini tikib ketish, bog'lab ketish yoki zamonaviy usullarimizdan O'zbekistonda ham bir necha marta bajarilgan bu narsa qilinib kelayotgan usullardan bu o'sha maxsus oldin Watchman edi, hozirgi kunda yana boshqalari ham chiqdi. Maxsus okklyuderlar bilan chap bo'lmacha quloqchasini yopish. Bu ham tromboemboliya xavfini ancha pasaytirishi aniqlangan. Lekin hali ham qachonki antikoagulant terapiyaga qarshi ko'rsatmalar bor bo'lganda va xirurgik operatsiyalarda agar bemorda fibrillatsiya pretenziyasi bor va bemorda ochiq yurak amaliyoti o'tkazilishi reja qilinayotgan bo'lsa, bemorni o'sha chap bo'lmachani quloqchasini tikib ketish o'sha ko'tarilgan klass rekomendatsiyalarda 2A holatiga va hatto 1B gacha ko'tarilgan joylari ham bor. Bu o'sha
bir b xullas bir b ikki o'zini ko'rsatmasi bor endoskopik operatsiyadan keyin qilinishi ochiq kardioxirurgiya operatsiyalarda bir b nazarda tutilgan. Ana endi eng asosiy qismga keldik. Men uchun ya'ni o'sha kardiologlarimiz uchun kardiologlarimizga aytmoqchi bo'lgan gapimni tushuntirmoqchi bo'lgan qismga keldik, to'g'risi. Bu kardioversiya masalasi. Ya'ni ritmni tiklash. Qachon ritm tiklaymiz, kimga ritm tiklaymiz? Bu joyini to'g'risi men hozir tushuntiraman uni ham yana YSK rekomendatsiyasidan olib, uni O'zbekistonga ozgina to'g'rilagan qismim ham bor. Rekomendatsiyadan chiqib ketganim yo'q. Nima uchun qayerni to'g'rilaganini hozir aytib o'taman. Tak, bemor keldi oldimizga. Bo'lmacha fibrillyatsiyasini ko'rdik. Qachondan beri bor, qanaqa turini ko'rdik, surishtirdik va qachon tiklaymiz. Birinchisi, doimiy bo'lmasligi kerak. То есть aniq bemorda doimiy turi bo'lmasligi kerak. Kimlardir qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin bemorda o'sha doimiy turi qo'yilishiga noto'g'ri qo'yilgan bo'lishi mumkin. То есть hech qachon tiklashga harakat qilib ko'rilmaganda shunchaki qo'yib yuborilgan bo'lishi mumkin. Ko'p bo'ladi afsuski bunaqasi. Yoki paroksimal turi yoki persistent yoki uzoq persistlovchi turi bor. Va bemorda shunaqa turi aniqladi. Bemorda albatta ritm kontrol ancha yaxshi foyda beradi hayot sifatiga. Va biz tiklamoqchimiz. Qachon tiklaymiz, qanaqa tiklaymiz? Birinchi savol bu gemodinamika stabilnimi? Ya'ni arterial qon bosimi joyidan, bemor hushidan ketmayaptimi, bosh aylanishlari yo'qmi? Agar yo'q bo'lsa, ya'ni gemodinamika stabil bo'lmasa, unda hech narsa kutilmaydi bu aytganimdek. Primoy to'g'ridan-to'g'ri elektrik kardioversiya, tez elektrik kardioversiya qilinadi va kardioversiyadan keyin chadvask 0 bo'lsa ham bemorlarda 4 hafta antikoagulyant terapiya eng kamida berilishi tavsiyalarda yozilgan. Eng kamida 4 hafta agar chadvask 0 bo'lsa ham, agar chadvask baland bo'ladigan bo'lsa, dalshi antikoagulyant terapiya standart bo'yicha o'sha rekomendatsiya bo'yicha ketaveradi. Masalan, 1 bo'lsa, 2 bo'lsa, 0 bo'lsa qachon 4 kun berilishi tavsiyalarda berilgan. Agar gemodinamika stabil bo'lsa-chi, unda biza so'rashimiz kerak bo'lgan narsa bu bemorimizda bo'lmacha fibrillyatsiyasi boshlanganiga 24 soat bo'ldimi, yo'qmi? 24 soatdan oshdimi, yo'qmi? Oldin 48 soat edi. Hozir 24 soatga qisqartirildi. Bu yangi rekomendatsiyaning eng katta o'zgarishlaridan men uchun o'sha 48 soatlik interval 24 soatga tushirilgan. Ya'ni agar bemorda bo'lmacha fibrillyatsiyasi boshlanganiga 48 soat bo'lgan bo'lsa, unda potensialniy tromb bor deb hisoblanardi oldin. Hozir bu 24 soatga tushirilgan. Ya'ni 1 sutkani o'zi ham yetadi tromb paydo bo'lishiga deyilgan. Boshlanganiga 24 soatdan oshdimi, yo'qmi degan savolga javob beramiz. Agar ha, oshgan bo'lsa, demak, nima qilamiz? Через пищеводный echo, ya'ni transezofageal echo qilib bemorda chap bo'lmachasini o'shqasida tromb bormi, yo'qmi? Shuni aniqlab olamiz. Agar tromb yo'q bo'ladigan bo'lsa, bemorda farmakologik kardioversiyani amalga oshirishimiz mumkin. O'sha amidaron, flikainid yoki boshqa preparatlar, propofenon bilan. Va agar farmakologik kardioversiya yordam bermasa, unda elektrik kardioversiyaga o'tamiz va antikoagulyant terapiya albatta davom etaveradi. Agar через пищеводный echoda tromb aniqlansa-chi, unda bemorda o'sha 1 oy varfarin tavsiya berilib, mana 2-3 oralig'ida ushlab, 1 oydan keyin qayta через пищеводный echo qilinadi. Tromb eriganmi? Aniq. Erigandan keyin to erigancha ritm tiklashga harakat qilinmaydi. Ya'ni amiador ritm tiklaydigan preparatlar berilmaydi. Amidaron, flikainid, propofenonlar berilmaydi. Chastota kontrolda turadi bemor shu 1 oy. Undan keyin qayta через пищеводный echo qilinadi. Tromb yo'qligi aniqlangandan keyin farmakologik kardioversiya, agar unda ham farmakologik kardioversiya ham yordam bermasa, unda elektrik kardioversiya bajariladi. Tak, men shuni qanday o'chirib tashlashim bo'ladi? Mana bu chizishini. Участникlarga bo'ldi. Bo'ldi. Menimcha endi chiza olmaydi. Xo'p, qayerga kelib qoldik? Farmakologik kardioversiya yordam bermasa, elektrik kardioversiya. To'g'rimi? To'g'ri. Endi
O'zbekiston sharoitida man tavsiya qilardim. Bemorda bo'lmachilar fibrillatsiyasi boshlanganiga 1 sutka bo'ldimi, oshdimi, oshmadimi, baribir через пищеводное eho qildirishni. Kardioversiya qilmoqchimisiz bemorni? Через пищеводное eho qiling. 1 sutka bo'lmagan bo'lsa ham. Chunki birinchidan biz bilmaymiz, что bemorda oldindan uzoqroq vaqt davom etgan bo'lmachilar fibrillatsiyasi bo'lganmi, yo'qmi, balki o'zi sezmagandir. Chunki aynan tajribamizda ko'p bo'lyapti bemorlarda, что o'zi oldindan sezmay yurgan, через пищевод kardioversiyadan oldin bitta через пищеводное eho qilganimizda trom chiqib kelyapti. Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasi tavsiyasida aynan mana shu qism tushirib qoldirilgan. Ya'ni gemodinamika stabil bemorlarda 24 soat bo'lmaganiga qarash tushirib qoldirilganda asos bu joyga oxirgi 3 haftada bemor antikoagulant terapiyani regular qabul qilganmi degan joyga kiritilgan. Ya'ni agar gemodinamika stabil bemor oxirgi 3 haftada antikoagulant ichib yurgan bo'lsa, unda to'g'ridan-to'g'ri farmakologik kardioversiyaga o'taver degan. Lekin O'zbekistondagi umuman SNGdagi degan bo'lardim, antikoagulantlarni kачествосiga, ya'ni sifatiga hech kim javob bera olmaydi. Yaqinda varfarin ichib yurgan, MNOsini 2 dan baland ushlab yurgan bemorimizda ham hattoki tromb aniqlandi. Antikoagulant ichib yurgan bemorlarda ham tromb aniqlanyapti. Shuning uchun men o'ylardim, O'zbekiston bo'yicha subyektiv fikrim, ushbu yo'nalishda, ushbu algoritm bo'yicha ishlaganimiz. Ya'ni bemor keldi, gemodinamik stabilni birinchi farmakologik kardioversiya qilish to'g'ri, lekin undan oldin обязательно через пищеводное ehoni hammaga tavsiya bergan bo'lar edim, kimga ritm tiklamoqchi bo'lsangizlar. Chunki через пищеводное ehoda bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar juda ham kam, chem insultdan ko'ra. Chunki insult bu insult. Hop, endi farmakologik kardioversiya uchun bu qisqacha kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zi uchun qisqacha qanaqa preparatlarni farmakologik kardioversiya, ya'ni ritm tiklashni qanaqa preparatni qanaqa dozasi bilan bajarishimiz mumkin. Flekainid eng zo'r effekt beradigan dori farmakologik kardioversiya bo'yicha deb qabul qilingan, lekin afsuski O'zbekistonda hozirgi kunda topish juda ham muammo. Novokainamid topishimiz mumkindir balkim, lekin flekainid topilishi qiyin. Men oxirgi marta qachon ko'rganimni eslolmayman. No, vdrug baribir dozasi yozilgan, birinchi doza 200-300 mg tabletka formasida yoki Vuntrivenni 1-2 mg kilogramm hisoblab 10 minut davomida jo'natiladi va kutiladi. Bu o'sha prima bittada tiklaydigan. Undan keyin preparat flekainid faqat tabletka formasida 50 yoki 150 mg gacha 2 mahal bir kunda ichib yurilishi. Keyin realnostga qaytaylik. Flekainid yo'q, O'zbekistonda topa olmaysizlar. Demak, bizda nima bor? Ritm kontrol uchun o'zi ikkita preparatimiz bor. Ritm kontrol qila oladigan O'zbekistonda. Birinchisi bu propafenon, ikkinchisi amidaron. Hamma sevadigan, biz sevadigan kardaron. Xo'p, propafenon ko'pchilik bilsa kerak, tabletka в karmani ko'pchilik bemorlar uchun. Agar propafenonga qarshi ko'rsatma yo'q bo'lsa, unda qanaqa tiklanadi? Qanaqa kardioversiya qilinadi, qanaqa dozada? Dastlab ikkita tabletka birdan ichivoradi bemorimiz. 1 soat ichida agar tiklanmasa, undan keyin yana bir tabletka ichadi, yana 1 soat kutadi. Agar undan keyin yana tiklanmasa, yana bitta preparat ichadi. Вот, bu dastlabki dozirovka. Undan keyin kuniga 150 mg dan 3 mahal yoki ba'zida shu 300 mg dan 3 mahal ichish mumkin. Propafenon 3 mahal ichiladi. Amidaron, intravenoz usullari ham bor, lekin O'zbekistonda propafenonni nimasi yo'q, inyeksiyasi yo'q, так что vaqtimizni ketkazmaymiz. Amidaron ko'pchilik revmatologlar biladi, yaxshi hamki, chunki uzoq vaqtdan beri bor bu preparat O'zbekistonda. Qanaqa kardioversiya qilinishini, farmakologik kardioversiyani ko'pchilik kardiologlar va anesteziologlar biladi, yaxshi ham. 300 mg intravenozni, ya'ni Vuntrivenni 30-60 minut davomida glyukozaga aralashtirilgan holda, agar sahari yo'q bo'lsa, sahari bor bo'lsa, конечно, fizrastvor bilan
300 milligram 1 soat davomida, yarim soat yoki 1 soat davomida ketish kerak birinchi 300 milligram. Undan keyin 900 yoki 1200 milligram, 900 dan 1200 milligram, 1,2 grammgacha 1 sutka davomida qo'yiladi. То есть shu avtoshpris bilan qo'yiladi. Undan keyin tabletka formasida ichib yuradi. O'zbekistondagi tabletka bilan boyitish sxemasi amiodaronni SNGdagi deylik, Yevropaniki bilan farq qiladi. Yevropa YSK rekomendatsiyalarida oldindan shunaqa bo'lgan, ya'ni 200 milligramlik tabletka 200 milligramdan chiqadi. 4 mahaldan, to есть 3 mahaldan 4 hafta ichiladi. Yevropa rekomendatsiyasi bo'yicha, ya'ni bittadan 3 mahal 1 oy ichirishadi ular. Nashiya qilish uchun. Bilamiz, amiodaron organizmda yig'ilishi kerak ta'sir qilishi uchun. Ular bittadan 3 mahal 1 oy yozgan. Men ko'pchilikda kuzatganim, ko'rganim, ko'pchilik O'zbekistonda KSNGda bittadan 3 mahal 1 hafta, undan keyin bittadan 2 mahal 1 hafta shunaqa qilib nashiya qilib olishadi. Qaysi birini qo'llash menimcha ko'p katta ahamiyatli emas. Muhimi, amiodaron qabul qilayotganda bemorimiz QT intervalga, ya'ni EKGdagi QT intervalimizga qat'iy qarab nazorat qilib turish. Sababi bilamiz, o'sha amiodaron QT intervalini uzaytirish xususiyatiga ega va bu qo'shimcha hayot uchun xavfli aritmiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu vaqtimiz ham tugayapti konferensiyamizda. Yana taxminan 5 yoki 6 minutdan keyin yangi ssilkani hozir qo'yamiz. Hozir aytib o'taman. Amiodaron bilamiz, amiodaronda juda ko'p nimalar bor? Qarshi ko'rsatmalar yoki asoratlari bor. Ya'ni eng ko'pi o'sha shiddatli железаning qalqon son beziga ta'sir qilishi yoki teriga ta'sir qilishi, o'pkalarga bronxospazm, ko'zga ta'sir qilishi aniqlangan, isbotlangan. Bunga ham qarash kerak albatta. Ya'ni bemorda agar qalqon son bezida muammo bo'ladigan bo'lsa, amiodaron berish albatta xato bo'lishi mumkin. Yana 5-6 minutdan keyin